Mana. Ha jonivor, bugun seni bir akamga qotirma qilib berar. Lagaga. Mana. Mana. Seni bugun bir akamga qotirma qilib berar jonivor, mayli. Qo'yvor qo'chqorni nima ayb? Bugun buni suyib yeymiz aka, qotirma qilib beraman senga men buni bugun. Qo'yvor buni men senga yaxshi qotirmani olib beraman. Qo'yvor, chiq bu yoqqa. Mayli. Uni yaxshi boq sotamiz ekan. Sen meni noto'g'ri to'xtatdinglar. Bugun men senga qotirmani, shashlikni zo'rini qilib berardim bu yerda. Polvon, siz men qotirmani zo'riga boraman. Nafaqat Chortoqda, Namanganda dong'i ketgan qotirma bor. Qani ketib o'sha yerga boramiz. Polvon, vodiydagi eng dong'i ketgan qotirma markazi aynan shu yer. Qani yur. Ergashoda qotirma markazi nafaqat Chortoqda, balki butun vodiyga dong'i ketgan qotirma markazi. Bu yerga bemalol oilaviy hamda do'stlaringiz bilan tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda tayyorlanayotgan taomlar juda ham mazali bo'lib, ayniqsa go'shtlarini aytmaysizmi, juda ham xil-xillab turibdi. Meni ye degandek. Assalomu alaykum Sardor aka, Ergashabda xotirma markaziga xush kelibsiz. Xotirmani taniga baho berasiz. Men senga aytgan dong'i ketgan qotirma aynan mana shu yeb ta'miga baho beramiz. Men oldin telefonni o'chirib qo'yib, o'tkazib telefonda gaplashgunimcha tabakini tugatib qo'yibsan. Qani, oldik. Bismillah. Bu yerda nafaqat taomlar, balki chiroyli atmosfera hamda shinam xonalar sizni kutmoqda. Manzilimiz o'sha siz bilgan katta Chortoq sanatoriyasiga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan.